Hammaga salom. Bugun kechagi raspakovkamiz ikkinchi qismini davom ettiramiz. Videoning oxirida qanaqa buyurtma qilishinglarni aytib ketaman. Korobkasidan bilib bo'ldik, loji menimcha nimaligini Adidasdan Samba. Bu qizil rangi jins shimlar bilan juda ham zo'r tushadi. Keyingi zakazimizga keladigan bo'lsak, bu har bir qizning garderobida kerak bo'ladigan narsa. Ulu rang shalvar, buni ichi mexli, ko'rsanglar bo'ladi mana. Va keyingi buyurtma qilgan narsam esa o'sha trendga chiqqan Amerika bayrog'i tushirilgan polo sviter. Bu sviter sifati esa lyuks darajada. Keyingi buyurtma qilingan narsa esa bu dvoyka. Qanaqa turishini rasmda ko'rsanglar bo'ladi. Buning materiali juda ham yumshoq, sifati zo'r. Keyingi buyurtma berilgan narsa bu qishki uteplyonniy qora jinsi. Videoda ko'rib turganinglardek buni ichi mexli. Faqat qanaqaligini gapirib o'tirmasam ham ko'rsanglar bo'ladi. Keyingi klientimizga zakaz qiluvdik ikkita kardigan qora va kul rangda. Menimcha bunaqa kardiganlar ham ba'zi hamma qizni garderobida bo'lishi kerak, kul rang va qora rangda albatta. Buni materiali juda ham yumshoq. Keyingi buyurtma qilingan narsa qishki klassический shim. Maktabda va universitetda o'qiydigan qizlarga juda ham to'g'ri keladi. Ichi mexli bo'lgani uchun bemalol qorli ob-havoda ham kiysa bo'ladi. Keyingi sviterni raspakovka qilmoqchi emas edim, lekin buni sifatini ko'rib sizlarga ko'rsatmasam bo'lmaydi dedim. Shu bilan bugungi raspakovkamiz tugadi. Videodagi barcha narsalarni tepadagi Telegram kanal orqali buyurtma qilishingiz mumkin.